investor qo'lingizga $1 million oshiq pul berib, passiv daromadga joy olib ber desa, qanaqa yordam bergan bo'lardingiz? Birinchi o'rinda aniqlashtirib olardim. Bu yo'nalishda birinchi investitsiyalarimi yoki uje investitsion portfellari bormi? Agar birinchi marta investitsiya qilayotgan bo'lsalar, pullarini diversifikatsiya qilib, masalan 300-400 mingdan 3 ta 4 ta obyekt olishlarini maslahat bergan bo'lardim. Shunda qaysidir arendator almashayotganda boshqa obyektlardan pul kelishi davom etaveradi. Agar boshqaruvga oson bo'lsin, har xil joyga borib yurmaydi desalar, bitta obyektdan bir nechta joyga olishni tavsiya beraman. Masalan, novostroykalarni birinchi etajdan bir nechta joy olsa bo'ladi. Yoki biznes sentrni Telekom bitta etajini olsa bo'ladi va bir nechta arendatorga berib qo'ysa bo'ladi. Shunda riskni diversifikatsiya qilgan bo'ladi. O'zi shunaqa puli bor odamlar O'zbekistonda ko'pmi? Shaxsiy fikrim juda ham ko'p. O'zim biladigan yuzlab odamlar bor. Nejiloy obyektlarni, real кейslari haqida shunaqa qiziq ma'lumotlar uchun blogimga obuna bo'lib qo'ying.